Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Rahmet deymiz, bek zo'r rahmat deymiz. Bir yaxshilik kishi ishlasa, rahmatlimin deb de istaymiz biz. Istimizdan uğraş düşmese. Bek az, bekde az ekan bit. Rahmetgina aytu kishiga. Şun ixlasdan borib erishsin desen, Allohni qo'sh har bir so'zingga. Bir Allohdan rizolig'i uchun yovib tursin Alloh rahmati. Shul chog'indagina bo'lay ekan aytgan rahmatlarning rahati. Bir Allohdan rahmatlari yog'sin izga yo'lda bo'lgan yaqinlar. Allah'ım sizni bir de toşlamasın, dirlep dursun jonda yolqinlar. Bir Allah'ımın rizolig'i için rahmatlarim sizge yetkirem. O'zimni de, sizni de tuğanlarım, dirli yoqlab baxil ettirem. Bir Allah'ımdan min rahmati yog'sin, vaqtdan menga bo'lib berganga. Meni yaqin etib, hurmat etib, qiz tug'ani kebek ko'rganga. Barisi için cheksiz rahmatliman. Bir Robbimdan yog'sin min rahmat. Shul chog'inda baxit tuyibgina yashovlari yerda bek rahat. Avtor Dilnur Galimova.